sotuvchi bo'ladimi, bloger bo'ladimi, xolislik bilan yondashish kerak. Xolislik bilan yondashgandan keyin inshaalloh odamlarning ishonchi ham unga nisbatan baland bo'ladi. Shaxsan men o'zim shu so'zlarimga amal qilaman va natijasini ham o'zim ko'ryapman. Alhamdulillah, obzorini qilib bergan ustalarimizning ishlari yilda oxirigacha, keyingi yil yozgacha daji bandlari bor. Alhamdulillah. Endi oddiy misol o'zimiz reklama qilgan Benfix brendini mahsulotini hozir ko'rsataman. Tayyor rezultati bilan, xolisligimizni tayyor rezultatini qaranglar. Benfix mahsulotlarini reklama qilganda hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Bu yerda oqini o'rnida turibdi, ba'da qorasi 2 korobkadan to'la edi. Mana shu 10 korobkadan 20 korobka ham bor edi. Xudo xohlasa dukati bo'ldi deydi akalar. Qaranglar, bu rezultat desa bo'ladi. Alhamdulillah, Benfix brendi ustalarga hech qanaqa va'dalar, hech qanaqa bonuslar taklif qilmasdan bozorlarimizga kira oldi. Hammasi avvalo Allohning izni bilan biz faqat savobini qilib berdik va ustalarga bu mahsulotimizni sifatini tushuntirib bera oldik. Alhamdulillah. Kim Benfix brendini ulgurji narxlarda olmoqchi bo'lsa yoki do'koniga qo'yib sotmoqchi bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bo'ladimi, qo'shni davlatlarga bo'ladimi, xudo xohlasa bemalol chiqarib bera olamiz. Kimga kerak bo'lsa plus belgisini qoldiringlar. Dilerlar nomerini yozib qoldiraman.